yo'ldagi sportlarni tekstasini o'chirib qo'ysa, mana ekranimiz sal kattaroq ko'rinsa, mana ana endi do'stlar, sizlar bilan biz birin-ketin eng kerakli narsalarni ko'rib chiqamiz. Faqat eng keraklilarni ko'ramiz albatta. Xullas do'stlar, mana ko'rib turgan akkauntlarda yangi X-Suite full. X-Suite'larning nechinchi levelligini hammasini oxirida ko'rsatamiz. Lekin ko'rib turganingizda Ultimate X-Suite do'st 7 ta bor ekan, 6 ta bor ekan, 7 ta ekan. Va ultimate'larimiz ham hammasi kelgan, ketgan, qolib ketgan hamma ultimate'larning hammasi bor ekan. Ko'rishimiz bo'yicha va mifitskilarga o'tdik do'stlar. Mifitskilarning orada men buni ko'rsating deb qo'ysangiz, Flaji mana shuni ko'rsatib o'tib ketaman. Shu qizil tepadagi qizil emotsiyasi ham tepasi. Bu bunday qaytdi shekilli orada bir. Mana teksturist seti oldindan bo'lgan boshqa hokazo va hokazo. Tagida mana bu Gidora seti. Gidora Godzilla emas, mana pushtini tagida. Bu haqiqatan qo'lni ikki yonga yoyadi. Bu вообще hozircha ham hech kimda O'zbekiston hatto knyaz akkaunti ham yo'q edi, adashmasam. Shunday bo'lish kerak ham yo'q edi. Knyazda bu yo'q edi, yana bilmadim. Balki bordir. Balki men adashayotgandirman. Men akkauntimda yo'qmi yoki bilmadim. Xullas, yaxshi. Bu mifitskilarni ham bilasizlar. Va do'stlar, birin-ketin hammasini ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Kiyim ham juda ham old va kiyim hali ham o'tligini saqlab qo'ygan kiyimlardan biri. Xo'p, dalshi. Yana qanday mifitskilar bor? Mifitskilarimiz soni bu akkauntda ham 600 tadan ko'p bo'lishi kerak agar adashmasam. 500 tadan ko'pligi aniq, lekin 600 tadan ham ko'proq bo'lishi kerak. Chunki kelgan ketgan hamma narsani ochiladi va donatorskiy set do'stlar. Donatorskiy to'g'rirog'i. O'zi naqalar 700 tadan o'tganmi? 500 tadan o'tmaganmi? 600 tadan o'tgan. 700 menimcha balki borgandir. Hozirgacha juda ko'p mifit chiqdi. No lekin deyarli yo'q mifitga o'zi yo'q-da, bu akkauntda o'yinga kelgan mifit. Masalan, mana mifitlarni mana vaqtida ko'rgansizlar. Ko'rmaganman ham buni. Men ko'rganman. Men ko'rmaganman buni. Kesda kelgan ko'p bo'lmadi kelganiga, lekin ancha bo'lib qoldi. 1 yilcha bo'ldi menimcha kelganiga. Mana men bu setni men chiqarish uchun qancha pul sarflaganimni bilasizlar. 200 ming yuz ketgan edi. Ya, temperatura chiqdi. Bruslini boshqacharoq sarig'i bor ekan. 3 ta sarig'i ham bor ekan, Bruslini hammasi bor ekan, Bruslini. Yana nimalar bor? Xullas. Mifitskiy kiyimlarimiz, KFC'ning kiyimi ham bor ekan. Yaqinda chiqdi bu kiyim, to'g'ri, lekin hamma kiyimlar, mifitskiy kiyimlar olib yurilgan. Mana oxirgi chiqqan kiyimlargacha olinganligi. Bu qayerda keldi bu kiyim? Kiyimni mana ko'rmagan. O'tda chiqqan. Yaqinda ba'zan ko'rmagan ekan. Dalshi. Qani qiziq, nima bor ekan? Nimalar bo'lyapti ekan? Hop. Bu ya Godzillani qarg'a seti orada bir anunda qaytdi qattadir. Boshqa regionlarda. Voy, bu ham bor ekan do'stlar. Juda ajoyib. Hozir men sizlarga endi old setlarni bir ko'rsatib o'tib ketaman. Hali ancha narsalarimiz bor ko'rsatishimiz kerak edi. O'sha basketbol setlariga qiziqib ketyapman. Mana pajarniy bormidi, basketbol bormidi? Mana o'zim ham endi sizlar bilan birga obzorni qilyapman bu akkauntda do'stlarim. Shuning uchun layklarni maksimalni bosamiz do'stlar, kanalga obuna bo'lamiz. Ha, aytgancha mana shu video tagida 10 ta Real Pass o'ynaylik. 10 kishiga Real Pass nima qilish kerak sizlar? ID raqamlarini chiroyli qilib kommentariyadan keyin yozib qoldirsanglar, shuni o'zi yetarli. Voy, Messi. Ajoyib. Ya yaqinda keluvdi, qattadir, lekin xo'p, ana endi pajarniy seti menimcha yo'q, yana teparoqda chiqardi u. Mashta chiqadi bu. Mana shu atroflarda chiqish kerak edi. Menimcha yo'q ekan. Basketbol setlari bormi yo'qmi hozir ko'ramiz. Basketbol setlari ham bo'lmasa, hech bo'lmasa beyb brigadkalar bordir. Katta ehtimol bilan. Ana qarang, tagidalar qarang. Tashlarlar o'tdi. Nima bilaman? Bularni bilmas ekanman.
bilmaganlik uchun ham bilsangiz bo'ladi. Keling. Hozir bir daqiqa like bosib turinglar. Mana shuni o'zi yozdi hozir. Like bozinglar, like. 3 million bor ekan. Cerebro. Cerebro. Qani ko'ramiz. Yana nimalar bor ekan? Blackpink epic'kisi bor ekan. Blackpink, bilami? Ular bor edi. Endilarni kim olingan ekan? Spiderman. Hop, kaskalarga o'tamiz do'stlar. Kaskalarga. Mana sariq kaska yomon yoqadi. Manimi? Da. Mani ham oltida, lekin qaytdi bu. Shu oltida qolmadi. No, menga eng yoqadigan baribir mashkaska. R2 bormikin? R2 yo'q ekan, R2lar. R2 kaskalar boshqalar yo'q ekan. Akkauntga bahoni o'zingizlar berasizlar do'stlar. Necha pulga arziydigan akkauntligi boshqasi haqida kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldirasizlar degan umidda dalshi obzor qilishda davom etamiz. Kaskalardan men bir ikkita kaskani qidirdim, topolmadim. Xo'p, boshdinglar bilasizlar, uncha qiziq emas, o'tkazaman. Boshdinglarni. Sariq soch bor ekan. Qaysi sariq soch? Tepara chiqadi. O'rtada chiqadi. Ana. PDP. Ko'pchilik. Godzilla'ning kallalari bor ekan. Gidora Godzilla'dan. Ular ham bor ekan. Mana ko'rib turganinglarda. Bu yoqda menimcha ko'pchilik boshdinglarga qiziqmaydi, yana bilmadim. O'tkazyapman, nimadir haqiqatda wow deydigan narsa bo'lsa to'xtataman. Tugamayapti lekin o'shanda ham. Ana bor ekan. R2ni kaskallasi. Bu tugaydimi bu? Ko'z oynaklarimiz. Yana ko'z oynaklari ham anchagina ko'p ekan. Shuncha ko'z oynak chiqqanmi? Qaranglar, mana kiyimimdan ko'p. Hop, dalshi. Mifitskilarimizni ham ko'rsatamiz. Oh my. Akalar, like bosishga arziydimi bu akkaunt? Albatta arziydi. Obuna ham bo'lib qo'yamiz akalar. 10 TRP uchun kommentariyaga ID qoldiringlar. Meni kanalimda hozir do'stlar rejam turibdi. Discordga chiqmayapman. Obzor qilgandan keyin bir prank qilaydiman. Bormi bu akkauntga? Nima deysizlar? La ты крыса. Nima deysiz? Qarashlar ketmaymanmi? Hop do'stlar, anchadan beri ko'rdim. Bep bor ekan, mana bep bor ekan. Da anchadan bir prank sog'inishgan odamni ham. Brigadga bormi? Brigadga qidiryapman. Brigadga yo'q. Godzilla'ni 5 ta futbolka bor. Ana Qizillarniki, Godzilla tagida turibdi. Tagida yana. Ona tagida bor. Anaqa bilan kelgan. Semarayda Kalashnikov bilan kelgan. Alloh. Bu nima? Anaqa brigadkasi yo'qmi bunda? Eng pastga tushunchi anaqa yo'qmi? Missiya ko'k rangda turadi. Yo'q ekan. Oq qora set sariq jigaring ham bor ekan. Va Godzillalar, do'stlar, Godzillaning sumkasi eng muhim narsalardan. Faronning sumkasi yo'qmi? Faron sumkasi yo'q. Shu akkauntda Faron sumkasi yo'q. Qanday? Faron sumkasi. Hatta Godzilla sumka bor-chi, Faron sumka bilmadim. Lekin baribir Godzilla sumkani katta ehtimol bilan yechmasdan o'ynab yurishga arziydigan sumka, любой set bilan o'ynasak bo'laveradigan sumka. Ketdi-da. 2 tona ham bor ekan, yaxshi. Yana nimalar bor ekan? Boyog'i ham full set ekan, sariq. Muharrir sariq set ekan. Hop. Arujalarni biz hali yo'qdan ham boshqasini ham ko'ramiz. Mashinalarni ko'raylik do'stlar. Mashinalarimiz boshqasi bekor, boshqasi bir tiyin, boshqasi o'sha mana shu Godzilla chiqdi-yu, boshqa narsa chiqishi shart emas o'sha. Akalar. Lekin ko'rib qo'yamiz mayli.
Vaz. Oh, Juda bir vaz bor ekan. beban bor ekan. Qanday beban bor ekan. Ajoyib. Xo'p, keyingisi. Yaxshi, yomon emas. Testlarning 3 tasi ham bor ekan. Oo, dropdan tushadigan bor ekan. 1-2. Dacha bor ekan, dacha. Bor ekan. Wow. Bu prosta bomba dacha bolalar. Bu Salom. boshqasi bir tiyin hozirgi kunda akalar ayniqsa vash eng redki. Tesla ham 4 ta bor ekan. Tesla ham bilmayman. 3 ta bor ekan. Unga hamma kelgan skilllar bor ekan. Buklarim kuchli. Redki. Qora lambo ham bor ekan. Qora lambo bor ekan. Qora lambo redki lekin. Da, shedevr ham bor. Lekin qorasi shedevrdan ham ko'ra redkiroq deb o'ylayman men. Chunki hamma yo'lda ham chiqmagan. Motiklar ham yomon emas, do'stlar, yomon emas. Tamam. Qitishurib. Godzillani motigi bor ekan. Qanaqa Godzilla motik? Shu pastga. Eng pastga. Ana. Ko'k teparada. Teparada. Yana bitta. Teparada. O mana. Sizlar mana bilmasam kerak Godzilla motik borligini. Men ham bilmasdim lekin bor. Hozir ko'rdim mana. Men birinchi marta ko'ryapman Godzillani motiki borligini. Emojilar o'zi bilasizlar, eng keraklilarini tepib yopib qo'yishdi. Shundoq ham ular o'zi qaytib kelgandan keyin qizig'i ham qolmadi lekin. Ano boshida shuncha emotsiya turibdi, shu-da idora emotsiyasi. Eng redkilari shular. Hop, ketdi dalishi parashyutlar ko'ramiz va Faronni parashyuti ham yo'q ekan. Faron keyin ochilgan. Bepilga bor ekan lekin. Da, Faron keyin kelganda ochilgan katta. Parashyutlar mana g'oyat tugatib oldik. Hop, samolyotlarimiz. Hop, qani. Kilchat xayi qo'ying. Ha? Kilchat xayi turibdi. Abzurxonda. Kilchat qayerda? Oy. Shuncha orqa. Redki orqa qo'yamiz. Orqa. Bu mashina o'zi ham zo'r video olgan. Hop, endi ko'rsatadigan narsalarimiz 2 suitlarni ko'rsatamiz akalar. 2 suit qaranglar. 7-level birinchisi. Ikkinchisi 7-level. Uchinchisi 7-level. To'rtinchisi o'zi 6 ekan, 7 bo'lmas ekan. Beshinchisi o'zi 6 ekan, 7 bo'lmas ekan. 7-si 7 ekan, 8 bo'lmas ekan. O'zi yaqinda 7-level qo'shildi bularga. Da. O'shanda ham 7. Marmaris bilan birga. Buni ham 7 qilib. 2 dan olinmagan ekan. Faron chiroyli edi baribir. Farondan keyin kirgan. Da, Ammo pastga kiring-da. Ikkinchi leveliga bosing. Olib qo'yish shu narsalarni. 3 ta narsa ekan. Mana shu narsa. Nima keragi bor? Abro o'ynaymiz bunda.